Hozir sizlar bilan paroksizimal taxikardiyalar haqida gaplashamiz. Agarda bu ma'lumotni to'liq egallamoqchi bo'lsanglar, videoni oxirigacha tomosha qilinglar. Demak, paroksizimal taxikardiya bo'yicha batafsil ma'lumotlarni bermoqchiman. Paroksizimal taxikardiya nima degani? Demak, so'zini nomi chiqadigan bo'lsak, lug'aviy ma'nosi paroksizm bu xuruj degani. Demak, bemorni qanaqadir taxikardiya bezovta qiladi va u xurujsimon bo'ladi. To'satdan boshlanib, to'satdan tugaydi. Shuning uchun demak bunaqa turdagi taxikardiyalar paroksizimal taxikardiyalar deyiladi. Paroksizimal taxikardiyalarning kelib chiqishida nima sabab? Buning asosiy sababi demak yurakda o'zini asosiy o'tkazuvchi yo'lidan tashqari, ya'ni bitta qo'shimcha yo'lni borligidadir. Qo'shimcha yo'lni ko'rsa bo'ladimi deb savol beradi ko'pincha kasallar kelganda. Qo'shimcha yo'lning xususiyatiga bog'liq. Ba'zi bir qo'shimcha yo'llar demak paydo bo'lishidan boshlab oxirigacha doim ishlab turaveradi. Ya'ni bemorni hech qanaqa taxikardiya bezovta qilmasa ham qo'shimcha yo'l ishlab turaveradi. Ya'ni ko'rsa bo'ladi bu narsani. Oddiy EKG yoki holter tekshiruvda. Ba'zi bir qo'shimcha yo'llar bular yashirin bo'ladi. Ya'ni bemorni har qanaqa tekshiruvlardan o'tkazsangiz ham demak hech qanaqa qo'shimcha yo'lni ko'ra olmaysiz. Faqatgina taxikardiya payti bu qo'shimcha yo'l ishlaydi. Demak, qo'shimcha yo'lga diagnoz qo'yish uchun bemorni bezovta qilayotgan xurujini EKGda yoki holterda ushlash kerak. O'shanda demak bu qo'shimcha yo'l ko'riladi. Qo'shimcha yo'lning xususiyatiga qarab har xil turlari demak mavjud. Davolash yoki diagnostika haqida demak birinchi gapiradigan bo'lsam, diagnostika asosiy hozir aytib o'tildi. Xurujini ushlash kerak. Xuruj ushlanmasa hech qanaqasiga taxikardiyaga diagnoz qo'yib bo'lmaydi. Demak, xurujni ushlash uchun kasalni bezovta qilayotgan payti EKG yoki holter tekshiruvdan o'tkazish kerak. Demak, biz o'sha plyonkaga xurujni zafiksировать qilsak, demak kasalga to'liq diagnozni qo'yamiz. Aksariyat holatlarda bu xuruj bemorlar ulgurmaydi. Demak, 5 minut, 10 minut davomida bo'ladi. Ya'ni skoriy chaqirguncha yoki bir qaysidir bir shifoxonaga borguncha xuruj to'xtab qoladi. Natijada demak bemorda shikoyat bor, lekin EKG yo'q. Bunaqa bemorlar asosan nevropatolog, endokrinolog huzurida birinchi bo'lishadi, ya'ni hamma narsani asab yoki gormon bilan bog'laverishadi. Bu narsa bir 5 yil oldin juda kuchli edi. Har qanday yurak tez urishini gormon va nerv bilan bog'lab urishardi. Shuning uchun demak bemorlar u yoqqa boradi, bu yoqqa boradi, aylanib ishi o'xshamagandan keyin demak aritmologning yoniga keladi. Hozir unaqa emas. Demak, hozir bemorda har qanday turdagi tez urishda bu paroksizimal bo'ladimi, oddiy tez urish bo'ladimi, birinchi demak aritmolog ko'rigiga yuborish kerak, ya'ni aritmolog ko'rish kerak. Aritmolog o'zinikini inkor qilgandan keyin qolgan mutaxassislarga yuboradi. Shuning uchun demak bunaqa turdagi bemorlar bu kardiologlarga, boshqa nevropatologlarga tavsiyam har doim har qanday yurak tez urishi bu yaxshi bo'ladimi, yomon bo'ladimi, albatta birinchi aritmolog nazoratiga yuboring, ya'ni aritmolog birinchi bemorni ko'rish kerak. Keyin demak maslahatlashib, qanaqadir qo'shimcha tekshiruvlar kerak bo'lsa, qo'shimcha mutaxassislarga yuboriladi. Paroksizimal taxikardiyani davolash o'z-o'zidan demak kasallikni kelib chiqishida asosiy negizda asosiy va qo'shimcha yo'l mavjud bo'ladi va ikkala yo'lni atrofida to'satdan impuls aylanib qoladi. Bizning maqsad mana shu aylanib turgan impulsga olib keladigan sharoitlarni yo'qotish. Yoki asosiy yoki qo'shimcha yo'lni olib tashlasangiz impuls aylanmaydi. Shuning uchun demak davolashning ikkita turi bor. Xuruj payti kasalni davolash uchun asosan dori vositalari ishlatiladi. Demak, kasalni erta davrda vagus sinamalarini qilsa bo'ladi. Vagus sinamalari demak bizning profilimizda mavjud. Demak, o'sha video chiqarganmiz, o'sha videoni ko'rib xulosa chiqarsanglar bo'ladi. Ikkinchi davolash usuli demak dori vositalari orqali, ya'ni aylanib turadigan narsani to'satdan to'xtatish kerak. Bunga har xil dori vositalari kiradi. Bularga demak eng ko'p ishlatiladiganlar bu ATF yoki verapamil dori vositasi. Ya'ni ular preparat ekstrennoy действие deyiladi. Tez urib turgan yurakni darrov to'xtatib qo'yishadi. Lekin yo'lni hech qanaqasi yo'qotib yubormaydi. Yo'l turaveradi. Qachondir yana to'satdan impuls aylanib qolib, yurak xuruj beraveradi.
Shu uchun demak bu o'tkir davolash. Endi kasallikni surunkali davolash, demak surunkali davolash bu dori vositalari orqali bajarilmaydi. Bunda demak bu operatsiya yo'li orqali bajariladi. Operatsiya deganda bu yurakni ochiq usulda kesib operatsiya qilish emas, biz demak tomir orqali bajaramiz. Tomir orqali maxsus kateterlar yurakning ichiga olib boriladi va o'sha qo'shimcha yo'lni zonasi topiladi va o'sha qo'shimcha yo'l kuydiriladi. Qo'shimcha yo'l kuydirilgandan keyin o'zidan impuls o'tkaza olmaydi. Impuls o'tkaza olmasa, to'satdan impuls aylanib qolishga sharoit bo'lmaydi. Shu uchun demak bu kasallikni ildizidan chopish, ya'ni bor kasallik yo'q bo'lib qoladi. Operatsiyani davomiyligi har xil. Demak, yarim soatdan 1,5 soatgacha davom etadi. Operatsiyada hech qanaqa narkoz ishlatilmaydi. Faqat oyoqqa og'riq qoldiruvchi dori qilinadi. Maxsus simlar demak yurakning ichiga olib boriladi. Operatsiyani effektivligi va asorati haqida ma'lumot bermoqchiman. Paroksizmal taxikardiyada radiochastotali ablatsiya amaliyotining effektivligi 95-97%. Bu nima degani? 100 ta kasaldan 95 tasi, 97 tasi bir umrga muammodan xalos bo'ladi. Ikkinchi moment, operatsiyani asoratlari. Har qanday tibbiyotda muolaja bo'lgani singari, demak, bizning muolajada ham asorat bo'lishi mumkin. Asoratlarning boyilish foizi bu demak, statistika bo'yicha oladigan bo'lsak, 1% dan past. Bu degani 100 ta bemorni operatsiya qilsam, 99 tasida muammo bo'lmaydi. Faqat bittasida asorat bo'lishi mumkin. Asorat bo'lgan taqdirda ham asoratlarning yechimi mavjud. Ya'ni o'z vaqtida to'g'ri diagnoz qo'yib asoratga to'g'ri terapiya qilinsa, asoratlar hammasi orqaga qaytadigan asoratlar hisoblanadi. Shuning uchun agarda shunaqa turdagi muammolar sizda yoki yaqinlaringizda yoki bemoringizda bo'lsa, albatta bemorni aritmolog shifokoriga yuboring va to'g'ri tavsiyani olib davolashni boshlang.